Assalamu alaykum to'rdoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan Uyg'ur zimin da'vosi qiladi. Bugun men ikki masalaga javob beray dedim. Birinchisi, menga jiq odamlar ayrimxonamda biz hozir nima ish qilishimiz kerak? Siz da'votsiz xalqaro sudga, Xitoyning jinoiy ishlar sudiga berish xizmatini qo'llashimiz kerak. Iqtisod jihatdan mayli qaysi jihatdan deb so'zladingiz. Qanday qilamiz deb guvohlik berish. Yana ba'zilar debdi, voy xalqarada voy ishdan patmay qolgan odamlar bor, ularga guvohlik deganni oyoq chepib berayotganlar bor. Shular chiqsa bo'ladi-ku xalqaro sudga deydi. To'g'ri, chiqa. Vijdonni yo'l qo'ysa chiqdi. Ondan keyin qozoq qarindoshlarimizni guvohlik berishga hargiz boshlatmaydi. Bu javobim. Ikkinchisi, jiqlar dedi, İslam cemiyetiga savol qo'ymoqdim men. Chunki Kanadadagi masjid to'g'risida. Masjidga zakot berish deb O'rta Osiyodan bu yerlarning pul yig'ish punktlaridan tatib qurib, shu yerdan pul elish boshlanib ketgan bo'lgandan keyin men islom jamiyatiga savol qo'ydim. Savol qo'ysam, Google'ning o'zidilla shu ulanish bilan teng bir javobni beribdi. Masjidga zakot berish yo'q deb, no debdi. Kanadadagilar inglizchani bildi-ku, yana ashunimi boshqa bolalar to'g'ri chaplab qo'yishinglarni umid qilaman. Chunki bizga kelgan javob hammamiz nechimiz do'stlarimiz biladi. Ashuni ostiga chaplab qo'yinglar. Yana birisi, ashuning ichidagi ba'zan mazmunlar zakot deganga qanday yerga berish eng to'g'ri deganga men ashuning ichidagi ma'lum bir mazmun, ya'ni qulluqdan qutqizish yo'liga ishlatgan zakot u eng zo'r amal deb yiziqliq. Agarda ingliz saviyangiz bo'lsa, shu mollamlarning ko'rib baqsangiz bo'ldi. Biz qulluqning ostida, biz zo'ravonning qo'ngining ostida, bundacha aytgan chaqda. Biz topinning ostida chaylanayotgan bir millat. Biz qulluqdan qutulish uchun ishlatamdik yoki Kanadaga masjid, heyliqi cherkovni masjidga aylantirish xizmatiga aktiv ovoz qo'shish kerakmi? Nima deb bu da'vogarlar shunga aktiv ovoz qo'shyapti, to'shikdan sayrab ketyapti. Yaxshi savol qo'yib baqsangiz javob topsiz. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayapti. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Pulni qulluqdan qutulishga ishlatimiz, sarf qilamiz. Biz shu ziminning egisi. Rahmat sizlarga.